bilan JK927 bugungi videomizda nima qilasizlar? Salom, bugungi videomizda nima qilasizlar? Bugungi videomizda Arzonchi qishloqdamiz. Bo'lsa onachilar, men nima qilasizlar? Salom, deb yana turdim. Ona sizlarga tanlama ishini chiqib. Mana oldimdagi uy bor edi, yangi uy bor edi. Mana shunga qo'shib bittasi qo'chib keldi. Hozir men fotografiya o'sha. Surat qo'sh ozob bo'ladi. Ozob. Hop, ketdim. Nerga borib yurmish? Nima ketgan? Nima hamma nima ketyapti kelar. Ana u bilan onachilar ketmaydigan. Shuta qo'llardim. O'zim qo'limni ushtamiz. Hop, o'tishdi. Shuta o'tishdi. Adoy edi, kartoshka ekdi. Kerak. Shu fermashini yomon ko'raman. Kim yomon ko'radi? Kimga yozib qo'ysin. Hop, sanatlar qo'shimcha chaqiramiz. Men bilan o'zimga kelganda barg'uga bo'laman diyor. Endi kim? Yo'q ekan shunda bor o'sha kerak. Men uni kerak. Tiltovacha men yo'q ekan nimaga debman. Men o'zimga ovqat olaman. Bo'ldi. Hop. Ovqatim bor ekan. Onachilar qilichlardan bor, o'zimlar hammasini qo'shib qo'shni. Taqtaq ishga chiqamiz onachilar. Qonmoqlidir. Voy, shuni sigir. Onachilar. Tudut nima bo'ldi? Onachilar. To'xtam nima yozilgan ekan? Do'stingni ko'rmoqchi bo'lsang, olmos olib kel. Yana ikki yozilgan. Do'stingning uyini orqa tarafiga kel. Onachilar bo'lma. To'xta. Seni yusxonlik kerak bu. Hakikaten su soğuk. To'xta. Davul hakikaten to'xta nima kerak? Bu yo'lda hakikaten sonra qayta bo'lsin kerak. Nerga tegsa ner yo'q. Uni nima qilaman? Hozir boraylik yoki kechqurun boraylik. Yo, do'stim nima deb bo'lishi mumkin. Hozir boraylik. O'ldirdim. Olmos olib kelyapti. Sen olgan hamma narsa olmoslarni o'raman onachilar. No'sam ketdik onachilar. Hamma narsalarni o'rsa kerak. Qilishimni qo'limga olay. Ketdik onachilar. Qo'shning qashga kel. Deb yozib onachilar tez borish kerak. Ne? Kim yo'q onachilar? Yo'q bitti. Neyse, mana ularni topdim. Qishloqqa. Ha, keldingmi, Jenko? Meni bittasi kechqurun ketib, mashga qamab qo'ydi. Hozir u qaqada ketdi. Qaqa ketdi. Bilmayman, bash tarafga ketdi. Ha, xo'p. Inson richak topish kerak-ku bekka. Richakmi yo'q, o'zi buni qilib ketdi, yo'q, qaqani yashirib qo'ydi. Bo'pti, richak topashim kerak. Men hozir uyimga borib kelay. Sizga richak bo'lsa olib kelaman. Ha, xo'p, bo'pti. Mer qayerda? Mer ketgan. Xo'p. Berdi uyda qarachi, berdi uyda richak bo'lishi kerak. Xo'p, bo'pti, hozir kelaman qishloqqa.
Onachilar kim bo'lishi mumkin? Kim ketgan? Manyakmikan onachilar? Manyak bo'lishi mumkin onachilar, manyak. Manyak xuddi shunday ishlar qiladi. Do'stimni o'ldirmasdan uni boshim kerak, qo'shnimni. Ne do'stim deysan? Birinchi ko'ramiz, shuncha bo'lishi kerak. Ne deydi? Qishloqda so'raydi. Ay, mer uydirachak yo'q ekan, farqi bor ekan. Qishloqda bor bo'lishi mumkin. Nima qishloqlar o'zi ham? Qishloqqa? Ha. Dadang qayerda? Dadang qayerda? Dadam ketgan. Uylangan rechak bormi? Yo'q. Bo'pti. Sen nima qilyapsan? Qoch. Sen qo'yinglar. Sen yo'qmisa balo qilchiq. Qishloq yo'qmi? Rechak. O'g'liklar yo'q-ku rechak. Rechaga to'g'ri keladi. Ay. Yesim sandiq olaman, onachilar bitta sandiq olib turib, onachilar sandiq yasaymiz. Ikkoni olmoslar solib qo'yish kerak. Onachilar hozir ko'kab yo'qolgan yana qishloqqa kelishi mumkin. Onachilar shunga sandiqqa solib qo'yganda o'zi olib ketaveradi onachilar. Olmoslarni. Nechun shunga ketdim qishloqni qutqarib topishim kerak. Nima bo'lyapti? Qachon qo'shnimni olib ketishim mumkin? Qo'nim o'smayapti o'zi. Qanday men ekan? Yo'q, qanday gap bu? Onachilar Kamilga kim o'g'irlab ketganini yozinglar. Manyak yoki boshqa. O'zani keldim o'lmaydi ekan. Qishloqqa. Ha, nima deysan? Seni qachon olib ketuvdi? Kecha ketib qurol. Ha, xo'p. O'zingni sen rechak topdingmi? Yo'q, rechak topolmadim. Nima qilamiz endi? Bo'lmasa bitta qiynalib ketdi. Qo'lim ham och. Menda ovqat bor. Hozir topaman, to'xta. Bu qayerda bo'lishi mumkin? Mana vazirlar qo'limni yashib ketdi. Ha, xo'p. Sindirsam bo'lmaydi, onachilar. Sindirib ham bo'lmaydimi? Onachilar rechak topish kerak, rechak. Yer boshqacha. Sandiq topdim qishloqqa. Qara. Mana bitta. Mana ochib ko'rchi. Qani? Rechak bor ekan. Ol tezroq. Ichimga sig'maydigan lo'q qo'yib qo'ygan rechak topaman. Bu sandiqdan sindirib qo'yish kerak. Bitta olmoslar olib ketamiz. Hozir kelib turib yana seni o'g'irlab ketmasin. Hech bola olib ketmabdi deb. Ha, xo'p. Ichimga sig'mayapti. Bir narsani yo'qotib olish kerak. Nimani? Lo'yib tashlab olaman. To'xta. Maktabga sandiq olib keldim. Senga narsalarni solib qo'yaman. Narsalarni solib qo'yaman. Bitta sandiqdan olishimiz kerak. Kerak menga. To'lay. Xo'p, bo'ldi. Men mekkini olmoslar solib qo'yaman. Xo'p, qani. Xo'p, solib qo'yish kerak. Xo'p. Loylarni o'zimga olay. Bo'ldi. Mana qishloqqa chiq. To'xtab tur. Loyib qo'y, bilmaysan. Chiq qishloqqa. Rahmat, Jekov senga. Sen uyga borgan senga ko'p izg'urlar beraman. Rahmat, bo'pti qishloqqa.
Sen boraver, orqangda boraman. Xo'p, bo'pti. Demaklar, ana qishloqni ham qutqardik. Hozir o'zi boraman dedi. Bo'lmasam, videomiz ham o'zi tugayapti. Masalan, qanday qishloqni meni qolib ketish mumkin? Kimga yozinglar? Bo'lmasam, mana qishloqni ham qutqardik. Uyni tozalab qo'yaymiz. Uyni tozalab qo'ying. Yo'q, o'zi tozalab. Yo'q. Hop. Nima qilamiz? To'xtab qolmay tur. Hurmatli mana qishloqni ham qutqardik. Bo'lmasam, sizlar bilan men Jeko 727 bo'ldi.